Apşarkı küçüğün da. Elliğimin giriş davranışlık avazını anlayalaydigan, anlaşsızım alaydı Çucin Lağzını kimdir birisi aldap etmişti. Onun dadısı Çucin Sılan Apşarkı Püştigi ve Amrak Apşarkıs Adi'nin yardımı bilen kızını tepşip için izlep çıkkandı. Bitmegende Çucin Lağzı'da katillik ensisi kesip kaldı. O xavf xatardan kutulup, Bexaydoğu bağından keyin ma'lum çarvıçılık meydanında kızını yeni tapkandı. Lekin cinayetçiler kasten nurgun atını çaptırıp ezik turganlıktan Çucin atını yutturup koydu. Keyin o atını testi izlep tepip, Şik eynigiga lavvoyğu bilen ezip koyulgan xatga asasen Mezi şehri qarab yo'lga chiqdi. Evet, ben çocuğun ailesi. Ben Çucin. Ben hazır Mezi'da. Mezi'da? Nemişka? Lağzı bir hayda öğrenmesine. Onun bir iş boptu mu? Bilmeymen. Lekin ben tepip aldım. Nemin tepip aldın? Lağzı'nın kol yağlığını. Lağzı'nın kol yağlığını? Karas, günlük kol yağlık. Üstüde çocuğu Lağzı degan xati bor. Küçükrek bir oyunun eshik aynigida Mezi shahri degan xatlar bor ekan. Ben shuning asosan mishga keldim. Lağzı Mezi'da, cho'qim shu yerda. Bizga birisi yordam berayotgan o'xshaydi. Salomatligingizga diqqat qiling. Sizmi o'zingizga diqqat qiling. Shundoq bo'lsin. Çocuğun! To'xtab! Qayshon, bu yoqlarda yuribsiz go. Ha. Cho'mpara qutib qolmasqan. O'tganda siz bilgan-ku. Farqimiz jinsangda. Shimol qarab maqsangiz yarim soatlik yo'l. Bugun jinshin arshingni ko'ray deb kelishimdi. Shundoqmi? Ha. Hiç ağrıda kiş boptu. Kızınızla mung mushaqqatda aran tepib ekansiz. Mezi shahrida. Mezi shahrida ekan. Lekin kun bugun Mezi shahrini aqtirib, qizimdan hech qanday xabar olamadim. Bu yerda Donpon savdo kooperativining shirkatlarim yo'q ekan. Hozircha Donjonga qaytib, yana bir kelaymikin. Dav bo'yiga yozilgan xat. Ishonchli bo'lmasligi mumkin. Lekin qizingizni bu yerda emasligilim bo'lmas. Shundaqmi cho'jin? Bo'ladi. Sizga imkon qadar yordam beray. Qizingizni tepilishingizga yordam beray.
Tohkilen davalaş üskilleri. Bugün kilemdi. Hazır yetip keledi. Men sizge burla degen. Davalashni emiz şehirde ahırlaştırış. O kızın hatırasını eslik keltirişiniz gerek. Nemiş şunda kıldığanlığımızda siz mi bilesiz? Üskünde yetip kelişigila. İşte başlayıp etim. Tohkilen davalaştan ünüm berişini atayın. Onun üstüge 5 yaşlık balını mundaq davalaş. Bek muhattarlik. Yaxşısı men yana bir qıtım uxlatib davalap baqay. Meyliniz. Lekin şunun kapalat bere alamsiz. Eğer balma hatırsı esli kelse, onu atanısın quluq tapşırıp beremsiz. Elbette şunda kılımız. Biz o kızını öldürmekçi emas. Bizge mühim narsani so'rab bilib olsaqla uni atanisiga topshirib beramiz. Gapingiz rostmi? Rost. Bayan doktor. Amal bo'lmagan chaqda tok bilan davolashingiz to'g'ri keladi. Yaxşı. Oylab yaqin. Eshitmadim qo'rqma. Bir, ikki, üç, to'rt. Yakshanba kuni atdiganda. Siz atiyani boshlab bir o'rmonga kirdingiz-ku. Siz nima ish qilib borgan? Atiy bilan o'yin qilib borganmi? Atiy qushqochlarni qo'g'ladi. Shundaqmi? Sizlar o'yinga qiziqib bordinglar. Shundaqmi? Shunga o'rmonning ichkirisiga kirib ketdinglar. Shundaqmi? Qushqochlar top-to'pi bilan uchishyapti. Shunga sizlar ishkirlab ketaverdinglar. O'rmonda bir odamga uchrashdinglar. Yo'q. O'ylab yetdim. Bu muhim ish. Yo'q. Yaxshi. O'ylab topsangiz-chi, sizni opangizning datingizning qishiga opirib qo'yamiz. O'rmonda ketib yetdik. Siz kimni uchratdingiz? Avval siz pishtakni chaqirganingizning nima foydasi? Bu pishtakni chaqsam Atiy meni izlab keladi. Atiy kelmaydi. Keladi. Qanday keladi? Men pishtakni chaqsam Atiy anglay oladi. Pishtakning ovozini Atiy anglay olamdi? Men anglay olayman. Siz anglay olamsiz? Ammo menga deb bering qani. Men sizni dadınız bilen apanızın qishiga opirib qo'yay. Aldamasiz. Aldamadim. Men behaydavda sizning nardligingizni dadingizga deb bergan. Dadingiz bu shaharga kelgani bilan bu uyni topolmay toza taqozo bo'lib o'tirgandi. Shuni sizning pishtingiz bilan dadingizni chaqiray deyman. Qanday chalasiz? Menga deb bering. Yaxşı. Apanızın dadınızı sevindinizmi? Sevindim. Əmisi bana da verin. Dadam gelse onu piştek çalıdı. Onun şundaq piştekmi? Ne anlayalayım? Dadamın avazını anlayalayım. Anlaşsızmı yok ikende? Ben piştekini çalsam Atiy nerede boyası kilidi? Dadamı kilidi.
Liangzining dadisining Liaoki behaydovni tepib kelish bekor emas ekan. Mush pishtakning ovozi Liangzini dadisi bilan oti bilan bog'lab turdi ekanda. Yana ikkilan meyizga kashlik poyezdi keladi. Kim keladi? Xusan bilan Shangan. Axborot xodimlari. Kelganlarda shu bo'limining a'zolari emaskan bu. Mudirimiz Donglimo shirkatning rasmiy a'zolari bo'lmay, qo'lidan ish kelmaydigan axborot xodimlari bo'lsa, sanjaranish mumkin dedi. Lekin bundaq ishlarni yanilashlarning ishlagini tuzuk. Ular qizchaqni aldab ip qechishdan tortib, hamma ish qarlashdi. Ahvolni biladi. Mudir opangizni shulardan foydalansin dedi. Yana bir ish. Chimiqtirib o'tilgan sheyni elaqilindini ochqizib berib ekan. To'p bilan davolashni tutinglar. Endi vaqtiyar bermaydi. Vaqtiyar bermaydi. Hozir tashqi ishlar bo'limi harakatga o'tdi. Tashqi ishlar bo'limi? Ha. Shunda. Lekin namaga shirkat mas'ul. Siz qo'rqmay darli ishlayvering. Gap shu. Bunda qilaylik. Men bugun qaytay. At kelib. Sizga yordamchi. Qizingizni jazman topamiz. Siz hargiz umidsizlanmang. Cho'jin. Tanishing. Rahmat sizga. Bo'ladi. Xo'shamsa. Bo'ldi. Ati. Ati. Hozir ketgan mashina qaysi shirkatning? Menki mashinalar shirkatining. Ranjimay. Hozir sizlarning shirkatning mashinasiga tushgan ikki er kishining qayoqqa ketganligini so'rab baqsangchi. Bir narsangiz qopdimi? Ha. Turib turing, ha. Voy, men Kembian. Hozirli poyezd stansiyasida mehmon etmangan. Kim u? Ha, o Jichuan. Jichuan. Nega mangdi? Dashanga. Dashanga. Bo'ptamsa. Dashang minutda. Dashanga. Liangzi ikkimizni xoli qoldiringlar. Diqqat markazlashmasa, to'q bilan davolashning unumi bo'lmaydi. Fayan doktor. Bu qizning xotirjamlik kelmasa, uni uyga qaytarmaymiz. Bilasizmi? Bilaman. Liangzi. Qo'rqma. Asta solman. Soat og'ritmayman. Mana asraqla. Men o'zim sip qo'yman. Hech nima bo'lmaydi. Birdan uxlaysiz. Qanday bo'ldi? Yirik akash nima qildi?
O kolumga yumulup bir narsani tutqizib qo'ydi. Bu nesqini? Taşlavatdım. Ne taşladınız? Ot yokuş kaçıp koyuyordu. Liyansı. Ahir esildiniz. Endi uyga qaytadigan bo'ldingiz. Turib turinglar berib dey. Sizni uyingizga apirib qo'ysin. Chujin mezir kepti. Beliq ishmi kepti. Belki yomon ishtgan. Qizchaqni etpashgan vaqtimizdagi ishlarni unutmaga o'xshaydi. Meni ko'rib yetildi. Her ihtimalga qarshi bu yerga kira mashinasida keldim. Chujin bu yerlarga o'tganmas. Kes o. Joyli bitimiz. Sence siz xotirjam bo'ling. Moyimi to'q bilan davolashgandaroq. Davolavatimiz. Xotir sesli kelgandan keyin ofatning yiltizini qo'rqitish uchun qizchaqni joylatamiz. Joylatimiz? Doktor Poyanimi joylatamiz. Doktornimi joylatimiz? Bunday qilmasak, ular amini bir kuni sizni boshqib qo'ydi. Eg'izni yetish kerak. O shirkatning buyrug'imi? Ha. Biz bu yerga mush ish bilan kelgan. Liyansı. Siz bana vədi verin. Hazır Akaş'ın əsligelliğinizni, piştekini sizge dadınızın bəgərliğini hiç kim gidemem. Her qandaq iş boğandım o, herkes etmem. Şunda kılalamsınız. Lekin Chujin qandaq qilib mezir kep qolgina? O Lyauko bir haydovdim meziricha bizga so'ngishib kelyotdi. Bu zot nima ishdi? Acaba o Dadınızla ateş geldi. Sizni izlep geldi. Meşeki yıkılıyor geldi. Aytaqini, qanday qilib Chujin bilan aloqa qilib oldim. Ayta. Aytma. ikkisini qamab qo'yinglar. Qo'pdan qaranglar. Chujin bilan aloqa qilishamiz. Aka, bu şu daşyanda bir dağcı var mı? Yoki şirket qarashliq yotoqdan bir nima bormi? Dağcı dersiz. Ha, moşu taş yolunun beşiğici berip, oğungu burulsunuz. Şu yerda birisi bada kılıp edi. Yani biri, yengisin desiniz, Xovpeyshendeki planır meydanının kışı da. Rahmet sizga. Erzimaydi.
Üştehin Cemal. Liyanzı, şu tatlı ati,Üştek'in avazını anlap dadınızını başlap gelse, tehimi haberlik. Uqdunuz mu? Liyanzını bugün mutafamıdım. Ati, Liyanzını emdi tapsam, derhal sakçığı məlum qılıman. Meni o tutup ketişi mümkün, lekin Liyanzı qutulup qalıdı. Liyanzı. Liyanzı. Gözünüzü için. Bulum. Dadınız ile atiyenin kışık varmış. Avazınızın çıkağıcı bulman ha. Bulum. Gepimni uqdunuz mu? Men avval çıkıp sizin çakırma. Kelim. Siz derhal derizini sekrep düşün ha. Liyanzı. Kelim. Hiç nem bulmaysız. Ben sizin tutup alıma. Bulun gözünüzü yumut sekran. Bulun. Oy, kaçıp dur! Liyanzı.Üştehin kelim. Dadınız ile atiyeni çakırım. Çapsın. Kelim. Onu kaçırıp koymalar, derhal tutsunlar! Sence, siz atarınızdan, şenge aşkımız maderatını söyle, bulun!
Ati, ne oldu? Biraz şey yapalım mı? Yalnız mı? Yalnız çakır atamdı. Adamın piştiğinin avazını anladım. Nerede? Nerede? Tez bulun. Yalnız! Yalnız! Yalnız. 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 Atma! Ati! Git kaç! Liyazını kayıt kılıp koyunlar. Balığını korkatmağlar. Küçükten balığını bunda korkutup etmağlar. Ne ötünüp kalay. Siz atı balığının muhabbetini düşünemsiz. Yalnız özü yalnız kaytıp gelsin. Ne hiç kim gidip koymayman. Benim işi edil öldürüydüler. Gözünüzü açtınız mı? Ben nervi keserlikler doktor Faye. Siz Mölyanızın Apkaşkallarının şiiri koku deymen. Keçirin. Ben bu işin mundaq işligini oxumay. Liyazın davalaşını üstümge aptikenme. Apkaçiş. Kişiler arasındaki en rezil, en kabih vasıta. Her kandak oklaşlarınızda onluğum yok. Hocam, çocuğun hakikaten günahsız.
Yavkodagi dachida Asiya Sol şirketining xodimi Jingshan Jingning o'ldirilgan chaqda Chujin Silangning itini agashtirib Damin ko'chasida va Gofung tashildi yurganligini ko'rganlar bor. Ba'zilarning doklad qilishi qaraganda dal shu chaqda dachida bir necha er kishi bor ekan. Ular saqchilar dachiga yetib berishdan 1 soat ilgari dachidan ketishgan. Janglidagi saqchilar nima qiladi? Dalil isbot etish uchun jiddiy ixtirotidir. Qotil degan bu gumonni bekor qilish uchun faqat vaqt masalasi bo'lib qoldi. Siz olingan ayliq agaklar Sanjining sheriklarimi ekan? Ha, Sanji bilan bir bilimda ishlaydiganlar. Boshqa shirkatlarda ep kelingan shirkat lufchaklarmi bor ekan? Shirkat lufchaklari? Ha, maxfiy tashvish guruhining a'zosi degan nom bilan axborot to'playdiganlar. Kooperativning parda og'isida turib boshqaruvchilar. Hocam, hozirgi chin tutishga tegishli ish Sanjini qotillikda gumonli unsur deb umumiy uqtish taqitish. Yana biri nerdan bo'lmasin Chujini tepish. Bu qotillik emas. İlaçlıkni o'zi qo'llash. Şirket hamma ishni shundoq aniq bilib turib, buni uqtishni to'sib qilishning ilojligini nima qilayotgan ular? Sanjur. Bunda umumiy muxtirishlardan qo'rqib ketmasangiz bo'ladi. Keyin manbirdagi Chujinni, doktor ayolni, ondan erkak qizni joylabetsaklar ish tugaydi. Hammadan muhimi paraxod qachon yo'lga chiqadi? Bugun akşam soat 8'da.